Hordiq Plus gazetasi taqdim etadi. 2015-yil 25-iyun 51-son. Gazetamiz sahifalarida yozda issiq vanna qabul qilmang. Aks holda nima bo'lishini bilmoqchimisiz? Marhamat, go'zallik sahifamizni shu haqda o'qiysiz. Gazetamizda yangi loyiha Yulduz Muxlis. Uning birinchi mehmoni kimligi bilan qiziqyapsizmi? Unda 51-sonimizni sotib olishga shoshiling, balki siz ham loyiha ishtirokchisiga aylanarsiz. Uyqusizlikning davosi nisholda. Siz bunga ishonasizmi? Ajablanishga shoshilmang va nisholdaning siz bilmagan boshqa xususiyatlari haqida ham bilib oling. Ko'krak bezi saratoni nasl suradi. Mutaxassis bunga nima deydi? Salomatlik sahifamizda kasallik haqidagi barcha savollaringizga to'liq javob topasiz. Voy mengina o'lay, bular inni buzishibdi. Aytgandim-a, uvoli yomon deb. Baribir o'z bilganlardan qolishmabdi. Ishqilib, o'g'lim Nodirjonning baxti ochilgani chin bo'lib, bolali chaqali bo'lib ketsin. Bu parcha ostonasi tilla uyning qaldirg'ochlari hikoyasidan edi. Voqealar rivojini esa gazetamizda o'qiysiz. Ro'zada och qolmaslik siri. Ro'zadorlar uchun iftorlik va saharlikdagi oddiy hamda eng foydali maslahatlar gazetamizning yangi sonida. Shuningdek, farzandimni o'g'ri qilib o'stiribman. Dunyoning eng tinch joyi odamni esdan og'diradi. Kulishni bilmaydigan odamlar. Koronavirus jahon xalqlari salomatligiga tahdid solmoqda. O'simlar hiylasiga chuv tushgan jigarlar kabi bir-biridan ajoyib mavzular siz uchun. Bularning barchasi Hordiq Plus gazetasida. Gazetaning yangi sonini sotib olsangiz, bundan da qiziqarli sahifalar sizni aslo zeriktirmaydi.